Bizning homiyimiz bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda paydo bo'ladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Salom do'stlar. Bugun men yaxshi odam bo'laman va jitellarga nisbatan qandaydir hurmat ko'rsataman. Ey, qandaysan bolakay? Men boshqa o'yinchilarda emasman. Mana qilichimni sovg'a sifatida ol. Xo'sh, hozir bolakay qo'lingda katta mas'uliyat talab qiladigan fikrimdan qaytdim. Bu qishloqni yo'q qilaman. Qani o'sha la'nati qanjo? Kim ko'rdi? Men o'sha la'nati bolani qidiryapman. Wow! Jennerson, senga nima qildi? Oh, Supreme senga yarashibdi. Birodar, sen bilan gaplashyapman. Nimaga yig'layapsan? To'xta, bu nima? Bu qanaqa rasm? Oh, ko'rishimcha bu seni sevgan qizing bilan tushgan rasming. Xo'sh, unda nima yig'layapsan? Nima u bilan ajrashdingmi? Xullas, men gapira olmas ekanman. Senga qanday qilib sevgan qizimni yo'qotganimni xatda tushuntiraman. Biz Zumrad topish uchun sovuq-g'orga otlangandik, ammo topganimiz faqat hech narsaga yaramaydigan olmos bo'ldi. Bizga faqat Zumradlar kerak edi. Shuning uchun qidiruvni davom ettirdik va jekpotga ega bo'ldik. Biz Zumradlar bilan to'la g'orni topdik. Shundan keyin ularni qazib olishga shoshilib ketdik va biz topgan narsa umuman haqiqiyga o'xshamasdi. Biz Zumraddan qilingan portalni topdik. Bitta odam unga kirishi, boshqasi esa uni qo'riqlab turishiga kelishib oldik. Kunlar o'tdi, ammo u hech qachon qaytib kelmadi. Qachonki bir kun men taslim bo'lmagunimcha, men uni qaytib kelmasligini bilgandim. Shuning uchun portalni yo'q qildim. Yana kimdir shu xatoni qilmasligi uchun. Jennerson, bu juda ham qayg'uli, birodar. Omon bo'l, menga baribir po'xi edi. Hoy, hozir meni urdingmi? Jennerson, yo'q, birodar, men senga yordam bermayman. Yana nima? Meni tinch qo'y. Salom yigitcha, qanday yordam bera olaman? Yaxshi, men senga yordam beraman agar yig'lashni to'xtatsang. Xullas, menga o'sha portal qayerdaligini ko'rsatishing kerak. Menimcha bu uzoq bo'lmaydi, chunki uzoqqa borishni rejalashtirmayapman. Xudoyim, nega baqiryapsan? Ha, menimcha bu yerga o'yinchi kelgan va hamma yoqni vayron qilgan. Birodar, sen menga o'sha portalni qayerdaligini ko'rsatishing kerak. Jennerson, quyosh botyapti. Qayerdandir boshpana topishimiz kerak. Xo'sh, yotishga tayyormisan, bro? Nima? Ha, seni. Qo'y, nima bo'ldi? Bu nima endi? Qaysidir o'yinchi bu qishloq jiterlarini qamab qo'yganga o'xshaydi. Men sizlarni qutqaraman. Minecraft o'ynash vaqti. Ey, qanday jirkanch. Xo'sh, bro, bu o'sha g'ormi? Bu portal uzoqda deb qo'rqaman. Parkur, ehtiyot bo'l. Bu juda ham ajoyib. Nima? Bu zombi mutant. Siz unga o'tib ketish uchun biror narsa berishingiz kerak.
Aha, mayli, xo'sh birodar, menga oson bo'lmaydi. Mana hamma bloklarimni ol. Xo'sh, bro, sen hozir sanashing kerak. Xo'y, birodar, senda unga kerakli biror narsa bormi? Balki u sevgini xohlayotgandir. Mayli. Xo'y, birodar, sen men bilan uchrashni xohlaysanmi yoki ha, ketdik. Yo, bu ish berdi. Xo'y, birodar, joyingdan jilma. Ey, men seni sevmayman, sevgan ham emasman. Jin ursin, qochdik. Yugur, birodar, yugur. Ha, do'stim, menimcha aldamagan ekansan. Xo'sh, boramizmi yoki bu portal qayta ta'mirlashga muhtoj. Xo'sh, yaxshi, yo'q. Xo'sh, ketdik, birodar. Bizda hammasi yaxshi. Kel, seni sevgan qizingni qutqaramiz. Vau, bu nima? U yerda uy bor. Biz u yerdan javoblarni topishimiz kerak. Xo'sh, hammasi joyida. To'xta, nima? Bro, biz seni sevgan qizingni topdik. Xo'y, nimalar qilyapsan? Bro, yaxshimisan? O'zingni bos. Xo'y, nimaga qo'limga kishan taqding? Bro, yaxshimisan? Biz do'stmiz deb o'ylagandim. Rostdanmi? Nima? To'xtang, men qayerdaman? Xo'y, birodar, tanish ko'rinyapsan. Mana, qilishimni sovg'a sifatida ol, xo'sh bolakay hozir. Nima? Yo'q. Ortimdan yur. Jin ursin. Mayli. Bu yerda namuncha ko'p o'yinchilar bor. Hazırlashyapsanmi? Sen meni mana bu xunuk yigit bilan bitta kameraga tiqyapsanmi? Mayli. Birodar, sen mendan ham xunuksan. Sen hozir ahmoqona ishlayapsan. Hammamiz qayerdamiz? Biz ham hali nima uchun bu yerga yolg'on bilan olib kelinganimizni bilmaymiz. Demak, bu yerdagi hamma o'sha yigitga yordam bergan. Biz hammamiz aldanganmiz. Sizningcha ular buni nima uchun qilishyapti? Mening o'ylashimcha, hammasi aniq. Boshqa o'yinchilar qishloqlarni tunashadi, millionga yaqin jitellarni o'ldirishadi va ularni xo'rlashadi. Va nihoyat ular barcha o'yinchilarni yig'ib qasos olishdi. Shuning uchun ular Zumrad portalini qilishdi deb o'ylaysizmi? Menimcha ular bu dunyoni yagona maqsadda o'yinchilarni tutish uchun yaratishgan. Birodar, biz qochishimiz kerak. Mana shu vaqt ichida men va ba'zi o'yinchilar bu yerdan qochishni rejalashtiryapmiz. Biz buni qilamiz.